Biroz oldin aktivist o'zbek tili haqidagi videosini ko'rsam, hali ham noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan odamlar bor ekan. Xafa bo'lmanglar, o'zlaring u darajada aqlli deb o'ylamanglar. Germaniyaga borsangiz ham nemis tilini bilishingiz kerak. Bilmasangiz ishlolmaysiz, yasholmaysiz ham. Germaniyada fuqarolik olish uchun ham nemis tilini bilishingiz kerak. Bu faqatgina Germaniyada emas, Fransiyada ham xuddi shunday. Tilini bilishingiz kerak. O'zini hurmat qilgan inson yashayotgan jo'grafiyasini, xalqini, tilini hurmat qilish kerak. Noto'g'ri shu, men shu Koreyaga ketayotgan o'zbeklar ham koreys tilini o'rganib keyin ketadi. Siz Koreyaga IELTS bilan boradigan bo'lsangiz, ingliz tili bilan. Koreys tilini bilmaganingiz uchun yasholmaysiz. Insonlar bilan muloqot qila olmaysiz. Mana Turkiyada ham diplomatiya yo'nalishida o'qiysizmi, boshqa yo'nalishlarda o'qisangiz ham ingliz tilida, lekin turk tilini bilishingiz kerak. Insonlar bilan muloqot qilishingiz uchun. Turklar boshqa tilda bilmaydi, chunki majburiyat emas bu. Qaysidir davlatga so'mirgi davlat emas. Ana, ruslar ham turk tilini bilishadi. Serbiyaning 7 million aholisi bor. 7 million. Begonalar serb tilini o'rganishadi. Ingliz tilini biladigan serblar ham bor, lekin og'irroq o'zini tilida. Men sizga bitta narsa aytaman. Biz radikal qarashda emas, asl siz. Kommentariyalarda ba'zi bir insonlarni ko'rdim, Koreyaga, Yaponiyaga, Xitoyga boradigan odamlar ham hali ham shunaqangi noto'g'ri tushunchada. Ha, sizga bitta ma'lumot aytaman. Yaponiyaga boribsiz, ko'p qolmabsiz. Yaponiyada ko'p xalqi, endi xalqining ko'p qismi ingliz tilidagi so'zlarni ham bilmaydi. Hech qaysi bir millat boshqa tilni bilish majburiyati yo'q. Tijoratchi bo'lsangiz, biznesmen, siyosatchi bo'lsangiz ingliz tili bilishingiz kerak, chunki dunyo tili ingliz tili, muloqot tili, o'rtaq til. Lekin rus tili emas. Dunyoda 4-5 ta davlat qoldi rus tilida so'zlashadigan. Dunyo tilida bizga siqishtirmang, o'zingizni xohlagan narsangizni. Chunki ingliz tili bilishimiz kerak xolos. Yana bitta kommentariyada narsa ko'rdim. Rus tilini bilmaydigan nima deydi? Endi haqoratli so'z bilan aytibdi-da, bilmaydigan odamlarning istagi bu. Sizdan 4-5 ta ko'p tilni biladiganlar ham o'zini tilini hurmat qiladi. Ba'zi bir o'zbeklarni ham ko'rdim. Xafa bo'lmanglar, do'stlarim. Milliy g'urur bilan irqchilikni ajratib olinglar oldin. Milliy g'urur boshqa narsa, irqchilik boshqa narsa. Begona millat vakili yashayotgan jo'grafiyasini, xalqini, tilini hurmat qilish kerak. Yana bitta narsa aytaman. Bir millat o'zini borligini qanday isbotlaydi? Tili va tarixi. Ikkalasini olib qo'ysangiz, u millatni borligini isbotlay olmaysiz. Demakki, bizning millatimiz yo'qolishini xohlagan, bundan manfaatdor bo'lgan ba'zi bir insonlar bor. Eski tushunchalarda qolib ketgan. Tushunchalarni yangilanglar. O'zlaringni u darajada aqlli deb o'ylamanglar. Dostoyevskiyda aytgan so'zi bor edi, nimadirdi? Dunyoda shundoq tovuqlar borki, qichqirgani uchun quyosh chiqadi deb o'ylaydi. Zo'r javob bo'ldi. Xafa bo'lmang. Tushunchani to'g'rilash kerak.